Bolalar, odamlar qanaqa joyda quyon boqayotganini ko'ringlar. Sizlar issiqqina ko'rpani tagida Yevrokurolni kuzatib yotsanglar bo'ldi, reaksiya qoldirib. Biz yuraveramiz. Mana shunaqa joylarda videolar qilib. Hozir naryodagi quyonxonani ko'rdik, hovlidagi. Takoy kichkinagina ekan. Bir esinglardami yozda ko'rsatuvdim sizlarga, mana bu yerda to'lib anhorda suv oqardi-yu. Kecha paltavalar ko'rsatdim-ku, Jamshidkani ana kuni sotdik-ku. O'sha paltavalarning ota-onalari mana masjiddan ketgan. Mana Balshoy brat bo'ladilar bizani mana eng yaqin do'stim. Assalomu alaykum. Ismlari Abror. Bizani powerimiz, bizga ovqatlanib pishiradigan odam. Xullas quyonlar mana. Ha. Piyoz har xil kashki. Unda uchasini buzishmoqchi bo'ladi, qarang. Xuddi shunaqa. Bu tish narsa yo'qmi? Yo'q, bu tish narsa yo'q, mashta turadi, paltavalar. Tirjayib turadi bittasi. Qaysidir anaqanikini bir. Qovoqnikini Manzarani. Mana bundan suv oqadi, ana ko'priklar ham bor. Suv to'xtagan, qishda to'xtaydi, har yil qishda to'xtadi. Qovoq qo'yib uyini buzishmoqchi bo'lishadi. Ha. Quyonlar. Ketdi endi. Keyingi kadrda ko'rasizlar quyonlarni hozir video katta bo'lib ketadi, megabayt. Cho'tki qilib qo'yibdi. Kalifli yashaydigan joy ekanda, mana o'zi ham turibdi. Pigmentga zo'r kiradi. Ani kalifimiz qayerda? Shu yerda bular sotilmaydi. Zo'r ekan, mana buni hozir ko'ramiz. Ha.